ishlarni mana bu yil yana qaytadan saylanganinglarni chin yurakdan tabriklayman. Va sizlarga beradigan bir nechta savollarim bor edi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun aynan sizlarning nomzodinglarni yana qaytadan mahalla raisligiga berishdi? Marhamat. O'sha mahalla ichida yurganligimiz uchun, xalqning dardi bilan o'rtoqlashganligimiz uchun va xalqning ishonchini qozonganligimiz uchun. Aholi muammolari bo'yicha qanaqa ishlagansiz? Manzilli xodim yettalik bilan birga Komissiyalar bilan ishlagansiz. Qaysi komissiyalar? oilaviy qadriyatlar bo'yicha. Marhamat. Asosan mahalla hududidagi jamoatchilik nazorati komissiyasi bilan birgalikda ishlaymiz. Mahalla maqsadimiz mahallalarni obodonlashtirish, infratuzilmasini yaxshilash, eng asosiysi xalqni rozi qilish. Eng asosiy maqsadimiz. Sizni nima uchun mahalla rais qilib saylashdi qo'ydingiz? Necha foiz ovoz oldingiz? 71% ovoz oldim. Bizda Nechta nomzod bor edi? 3 ta nomzodlar orasida vakillar tomonidan 71% ovozga ega chiqdim. Endi rais sifatida biz o'zimizga baho bera olmaymiz. Shu xalqning mehrini, ishonchini o'z bo'lsa ham qozongan ekanmiz. Yana ikkinchi muddatga saylandik. Demak, aholi muammolarini hal qilishda o'zingizni ko'rsata oldingiz, qonunlar bilan ishlay oldingiz. O'sha 5 ta komissiyamiz bilan, jamoatchilik tuzilmalari bilan, maslahatchilaringiz bilan ishlay oldingiz. Va sizni tabriklaymiz, bu yil mo'tabar ayol ko'krak nishonini oldingiz. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Bu unvon ham bekorga berildi. Bardavom bo'lsin. Qolganlarga ham ana shunday mahalla iftixori bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Men sizlarga nominatsiya o'tgan safar ham o'qishda aytgan edim, agar sizlarga qanaqa nominatsiya beriladi, siz bizlarga keraksiz nominatsiyasi. Chunki juda ham ko'p tajribamiz, juda ham ko'p amaliyot va nazariy bilimlarni mana shu o'quvchilar sizlarga ko'rsatyapmiz.